Dadajonim, onajonim, chiroyli qilib duo qilingizlar. Hammamizga shunaqa shart-sharoitli yerlar, uylar, joylar nasib qilsin inshaalloh do'stlar. Aynan sizlar uchun birinchi etajdan Moskovskiy proyekt 3 xonali kirpichli kvartira topib qo'ydim. Bu yerimizda do'stlar birinchi xonamiz, zalimiz kenggina bo'ladi. Shart-sharoitlariga, aboylariga отдельно e'tibor berib qo'yamiz. Bu yerimizda zal birinchi xona. Bu yerimizda mana kenggina kiraverishimiz. Bu yerda mana kiraverish Ariston как положено ishlaydi. Suvdan, gazdan, svetdan umuman muammo yo'q deyishdi. Bu yerimizda mana bunday qilib qo'yiladigan joyi. Voy, o. Mana detskiyimiz. Bu yerda mana отдельный respekt televizor do'stlar, yoshlar uchun aboylariga e'tibor berib qo'yamiz. Eshiklariga ham. Bu yerimizda do'stlar отдельный tema remont qaranglar. Eng главный patologni qaranglar do'stlar. Bu yerimizda do'stlar kattalar yotoqxonasi, spalni garnitur olib chiqib ketilar ekan va televizor va kompyuter. Uydagilar narxini insof sayin baraka $41,000 deyishyapti. Обязательно yaxshigina tushib beradigan joy bor do'stlar. Nima qoladi? Faqat spalni garnitur, kompyuter, televizor olib chiqib ketiladi. Ko'rgan barcha narsamiz, даже pылесосimiz, kiriyadigan mashina, gaz plita, kuxonniy garnitur, даже yangi tiniq Hoffmandan duxovkamiz ham qolar ekan do'stlar. Obuna bo'lib, like bosib, bizni kuzatishda davom etamiz do'stlar. Orientir manzil военный часть atrofida batafsil manzilni bilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Bizni kuzatishda davom etib, kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz.